20 ga kirgan bola sal ko'chaga yaxli yetib qoldi, pul topish yaxli yetib qoldida, dada, mana qilib mo biznes qilaylik deydi. Bolam qo'y deydi. Mana qilaylik, bolam qo'y deydi. Xullas onasiga kelib aytadi, dadam hech narsaga aqli yetmaydi deydi. Yuragi ham yo'q, farosati ham yo'q deydi. 30 ga kiradi hali yigit. 30 ga kirib 10 yil yana oshiqcha yashadi-da. Dadasini aytgan ba'zi narsalarni hayotda ko'rishni boshladi. Dadam ham aqli yetar ekan bu narsalarga deydi. Endi 40 ga keladi bu yigit. 20 yil yashadi. 20 yoshdan keyin. Qarasa dadasini hamma aytgan gaplari to'g'ri chiqdi. Dadam hamma yo'qni bilar ekan deganda dadasi o'lib qolgan bo'lar ekan. Alloh taolo senga birodar aql degan ne'matni ato qildi. Jinni qilib qo'ymadi, es pas qilmadi. Bu ham ne'matmi? Ruhiy xasta odamlar kasalxonasi. Borib ko'ring-da. Qarasangiz jasadi, shakli tuppa-tuzuk odamlar. Ko'rsang es pas demaysan. Lekin Alloh taolo mana shu esini past qilib qo'ygan. Nima? Alloh qodir emasmidi uni esini o'rnida qilib qo'yishlikka? Qodir edi. Lekin sinov uchun shunday qildi. Sen bo'lsa pul yo'q deb yursan. Qancha pul bo'lsa yetadi deb o'ylaysan, birodar? Qancha bo'lsa yetadi? Rasululloh aytganlar, insonga bir vodiy oltin berilsa, yana bir vodiyni orzu qiladi. Insonning ko'zini tuproq to'lg'izadi.